Endi mana bu uyga bitta qaranglar, juda ham ideal ekan. Evroremont mebel texnikasi bilan yotoqxona, oshxona, sanuzel, garderob. Endi bu zalini qarang, вообще dahshat. Hamma ko'rib turgan mebel texnikalar qoladi. Bundan ham zo'r joyini ko'rsataman. Bu o'zi aslida 3 xona, 2 xona qilingan ekan. Ashdan bitta o'rtadan devor tortilsa, bitta xona va ikkita xona bo'ladi. Eng zo'r joyini ko'rsataymi? Buni qarang. Vay, vashsha mazza qilib yuborasiz. Suvni bo'yida shundoq chiqsangiz havo 80 gradusga o'zgaradi. Muzdek shobada. Balkonlari ham kattagina. Qarang. Вообще zo'r ekan. Kechasi pastga tushib aylanib yursangiz bo'ladi. Polni aleya qilingan, bu yerni ham chiroyli aleya qilishyapti. Mazza qilib yuboradigan joyi. Manzilga keladigan bo'lsa, Qora Qamish birikida joylashgan Soybo'yi. Qiziq bo'lsa, xudo xolis to'liq video chiqadi. Informatsiya kerak bo'lsa, telefon qilinglar, to'liq ma'lumot beramiz.